Felaket, yana kim bo'ldi ya? Jinimsin oyoqlarim qoqshab qopti. Opa. Va yana kim o'roq qilyapti? Atak. Alyo, Max ekan. Alyo, ishdimi Max? Oy, Krif, qarochda ishga kirish kerak tezroq. Nima qanaqa ish yana? Soat nechi bo'ldi? Soat 5 bo'ldi. Qanaqa ish yana? Xullas kelam bugun juda ham bitta sirli zakaz bor. Sirli zakazingiz sana. Xo'p, hozir boraman. Hop, tezroq. Xo'p, felaket. Mayli. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Shakarif va men mafiyaman. Mafiya hayoti birinchi qism. Xullas kelam men mafiyachilikka, ya'ni mafiya bo'lib ishlayman. Sababi shahrimizda nimasi bo'ladi? Halol ish yo'l bilan umuman pul topib bo'lmay qoldi. Shuning uchun shunaqa yo'l bilan ish topishga majburman. Tak endi esa bu yerdan ozgina pul olaman va endi o'zimizni bazaga borishim kerak va u yerdan menga topshiriq berishadi. Bilmadim qanaqa topshiriq. Mayli. Albatta sizlar videoga like bosib, tomga obuna bo'lib qo'yinglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Tak endi esa bu yerdan ozgina bitcoinni yeb olishim kerak va ana normali. Unchalik ham ya'ni sovuq qolmabdi, juda ham yaxshi va bu yerga ozgina bitcoin narxi olaman va juda ham zo'r. Tak mamcha svetlar ishlayapti hamasi. Juda ham yaxshi. Tak oshxonam hammasi normali bo'ldi. Oy, falakat. Ishga ketsam bo'ladi endi bemalol. Taqqani eshikni ochamiz va endi esa eshikni yopib ketamiz va normali. Endi esa magazinga borib bilmadim ozgina bitta narsa olmoqchiman. Bilmadim nima olaman yeyishga. Bizning baza menga uyimga juda ham yaqin, mana bu tarafda turibdi va magazin esa mana bu tarafda. Ona bu yerda o'sha yerga boraman va hozir bitta narsa olib kelaman. Bilmadim nima olaman xullas yeyishga. Mana bizning magazin, har doimgidek bu esa dom juda ham katta. O'shani ostida esa magazinda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, o'zingiz qalay? Xullas kelam menga tak bu yerdan mana bu sendvich qancha? Sendvich bu $1. $1 mayli bitta olaman va hozir sizga $1 beraman va mana ushlang. Rahmat. Arzimayda kelib turing. Bo'ldi brat, kelib turaman va sendvichni ham oldik. Tong bilan juda ham zo'r ketadi. Endi esa hozircha olib qo'yaman, sababi hozir endi ishimga borishim kerak. Keyinroq bo'sh vaqtimda yeyman va endi bizani bazam mana bu yerda turibdi mana. Hech kim bayqamaydi ham, ozgina sirliroq deyman u sababi. Mayli. Assalomu alaykum, Malik tog'a. Va alaykum assalom, Karibchiyan, yaxshimisan? Yaxshi o'z qali. Yaxshi-da. Bunga senga juda ham zo'r topshiriq bor. Juda ham zo'r. $1. Juda ham yaxshi. Xullas kelam Maxga borib aytadi. Mayli, juda ham yaxshi. Eshikdan nima ochiq? Xullas kelam shamol ochilib ketibdi. Shamoldan. Mayli. Assalomu alaykum Max. Va alaykum assalom, Karim. Yaxshimisan? Yaxshi o'z qali. Ovozingiz zo'r ketdi. Shu ozgina tomog'im og'rigan. Xo'p, qanaqa ekan? Xullas kelam bizaga bitta tegishli yuk bor. O'sha bitta odamni qo'lida. O'shani olib kelib berishing kerak. Yuk xo'sh, qancha berasizlar? Mana shuncha. $600. Hozir maylimi? Yo'q, keyinroq topshiriqni bajargan nega olasan? Bo'ldi, mayli. Xullas kelam senga yangi narsalar keldi. Yangi narsalar? Xullas upgrade. Upgrade. Sening lavozimingni ko'tarishdi. Juda ham yaxshi. Xo'sh, qayerda ekan o'sha yangi narsalar? Mana bu Klorda. Klor, xullas, mana. Yana bular nima bo'ldi? Stop. Qurol? Senga qurol olib keldik. Juda ham yaxshi. Qanaqa bu? P2000. Hakshi P2000. Yig'i. Stop. Buni go'shitil ham bor ekan. Go'shitil. Senga yoqdimi? Albatta yoqdi, rahmat. Arzimaydi. Xullas, senga o'zimizning kompaniyadan yangigina kostyum va shim olib kelingan. Rahmat. Arzimaydi. Endi ishga bora qol. Mayli, xullas, menga adres tashlab yuboringlar. Allaqachon tashlaganmiz senga. Tashlagan ekansiz-da. Maktabni oldimi? Maktabni oldida o'sha yerga borishing kerak. Bo'pti. Xo'sh, egasi nima qilay? Otib o'ldirasan albatta. Lekin ishing shuni talab qiladi bilasan. Mayli. Shunga ko'nib o'zim ishni tanlaganman. Endi o'zing chidaysan. Juda ham yaxshi. Bitta o't ko'rsam maylimi? Jindizammi? Bu go'shitelikka ko'pramshammi? Bu baribir go'shitlar ham umuman voz chiqarmaydi degan emas. Lekin to'g'ri aytadi. Samal unaqa bo'lsa men ketdim. Omad. Rahmat sizlarga ham omad. Michael, men ketdim. Yaxshi borib kel.
Rahmat. Tak endi esa xullas hozirgi adres bo'yicha biz tak mana bu taraflarga borishimiz kerak. Juda ham yaxshi oldingi nimasi bo'ladi? Oldingi emas. Stop. Bu turli boshqa tarafni ko'rgan ekanman. Xullas kelam nimasi bo'ladi? Hospital, ya'ni ana bunaqa shifokorxonani oldida ekan. Shifokorxona esa mana bu tarafda, ya'ni xullas shifokorxona. Mana bu tarafga borishimiz kerak. Harakat, menga bitta mashina berganda nima qiladi? Shunday zo'r odamga malinisi tezroq borishim kerak. Mana yetib keldim. Ana ko'kkamaz va cho'ti tanish. Mayli hozir stop, yana kim bo'lib qolyapti? Palakat. Max ekan. Alo Max. Qarang, xullas kelam reja o'zgardi. Reja o'zgardi? Qanaqa reja? Xullas qalam, qara, mana bunaqa. Hozir borasan va uni senga mashinani kaliti beradi. Undan keyin oldirasan, tushundingmi? Taqin borib o'ldirib qo'yma. O'sha kalitini berib ulgurmay qolmasin. Mayli, lekin palakat shifoxonani oldida uni o'ldirishim kerakmi? Boshqa nima qilishing kerak? Axir bu yerda shuncha odam bor. Gvoshtil nimaga berdik senga? Lekin to'g'ri aytasiz. Mayli, unaqa bo'lsa ishga kirishaman. Omad. Rahmat sizlarga ham. Omad, palakat. Lekin to'g'risam shifoxonaning oldida ozgina qo'rqinchli-yu. Mayli, endi esa sekin boramiz, kalitni olamiz, o'ldiramiz bo'ldi. Mana o'zi ham, mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi o'z qoli. Yaxshi. Xullas kelam Max senga nima so'radi? Max yuborgan bo'lsa kerak. Max yubordim. Mana bu Kamaz bizaniki ekan. Sizlarniki. Xullas mana kalitni olishing mumkin. Juda ham yaxshi kalit. Aniq shuni kaliti. Shuni kaliti. Juda ham yaxshi. To'rtnitami? Xo'sh, nima bo'ldi? Bizani reja mana bunaqa edi-da. Stop, qanaqa reja? Nima qo'madingmi? Sizlar hozir sanjini bo'lasan, palakat. Juda ham yaxshi. Xullas, endi yo'g'olmasdan tezroq qochish kerak bu yerdan. Bo'ldi, sekin suramiz va stop. Allaqachon o'ta bo'lgan ekan. Juda ham yaxshi. Endi esa sekin o'zimizning tarafga, ya'ni o'zimizning bazaga boramiz. Bilmadim endi bu, lekin odam o'ldirma hech kim ko'rmadi degan umiddaman. Menimcha hech kim ko'rmagan, sababi Max o'z ishini ustasi va hamma narsani me'yorida va hamma narsani o'z vaqtida va xullas hamma narsani reja bilan qilishga o'rgangan. Maxga bemalol ishonsa bo'ladi. Tak endi esa xullas mana bu tarafdan chiqib ketamiz va stop. Buni ichida qanaqa yuk bor ekan bilmadim. Mayli, u yog'ini ochib ko'rish bu menga tegishli emas. Ya'ni buni ochib ko'rishga meni haqqim yo'q. Stop. Palakat, yana kim qo'ng'iroq qilyapti? Alo, eshitaman Max. Qarab, senga bitta narsa aytish yoddan chiqdi. Voy, palakat, shu palakat bo'lasan, bilasanmi? Bilaman. Xullas kelam hozir lokatsiya tashima o'sha yerga, xullas bu Kamazni olib borasan. Top boraman. Xullas mana yubordim. Mana keldi lokatsiya. Tushunarli, mana bu tarafda ekan. O'sha yerga olib borib qo'yishim kerak, Kamazni. O'sha yerga olib borib qo'yasan va o'zimizdan odamlar xullas kelib, nima bo'ladi? Garaj ishlaridan yopib ketadi. Juda ham yaxshi. Mayli, unaqa bo'lsa, sizlarga omad. Aslida men senga omad aytishim kerak, jinni. Mayli. Da ko'pana va vse. To'g'risam, bular bilan men juda ham yaqin o'rtoqmiz. O'shaning uchun bir-birimizni maza qilamiz, bir-birimizni kerak bo'lsa, bir-birimizni so'kamiz ham. Lekin men unchalik ham umuman so'kmayman, sababi nima bo'ladi? Bilasizlar, Ramazon yaqin. Ramazonga bilmadim necha kun qoldi. O'shaning uchun so'kinishni tashkillasizlarga maslahatim. Endi esa xullas mana bu tarafda ekan, ana bu yerdagi oldingi katta bino, shu yerga olib borib qo'yishim kerak. O'sha yerda menimcha bitta teshik bo'lishi kerak. O'sha teshikka ishga qo'yib qo'yaman. Ya'ni o'shani ichi bo'sh bo'lsa kerak, yana bilmadim. Oldinlari aytishlar bo'yicha bu avtosalon bo'lgan, chama bilan 1811-yillari. Max shunaqa degan, bilmadim. Ana bu yerga ichga kirgizib qo'ysak, bas, undan keyin bizning ishimiz tugadi. Xullas boramiz, pulni olamiz, uyga borib damizni olamiz. Tak endi esa bu yerdan tortisam kirish ozgina problema bo'ladi, sababi mana bu yer ozgina tor va bu Kamaz juda ham katta. Palaga sekin. Tortisam bu yuklarga hali beri umuman qaramadim. Qaranglar, juda ham ko'p yuk ekan. Bilmadim ichkarisida nima bor, lekin bo'yatgandek bunga ichiga qarashga bizning haqqimiz yo'q. Tak endi esa lekin ko'p yukka o'xshayapti. Menimcha o'shanga yarasha qimmatdan bo'lsa kerak, sababi hech qachon Maxga arzon, ya'ni arzon va umuman xullas mayli. Arzon va nima desam bo'ladi? Mayli, o'zimning gapimga o'zim yedim-ku. Mayli, tak endi esa bunga sekin Minecraft palakat. Minecraft nimaga bunchalik sekin. Sal bo'lsa
mashina bilan bir yerga kirib ketardim. Minecraft nimaga bunchalik shafqatsiz sana balakat. Tak endi esa bu yerni to'g'rilab qo'yishim kerak. Tak mana bu yerdan voy balakat bu yerni rasvos chiqibdi. Nima qilaman? Mayli o'zlari bir amalab to'g'rilab qo'yishadi. Endi esa tak qurolim hammasi joyida. Hasto mana buni mamcha bir yerga qo'yib ketishim kerak. Mana bulardan qaysi biri bo'sh ekan? Mana biri bo'sh ekan. Qo'l bitta topdim. Shu yerga kaltni o'rnatib ketaman va Maxni o'ziga xabar yozib qo'yaman. Tak Maxni tak Telegram lichkasi bormanda. Xullas kelom Max, mana o'zing ko'rishing mumkinki, hozir senga ko'rsataman. Mana mashinani ichkariga qo'ydim va kalitni esa orqasidagi bitta karton, ya'ni qutiga tashlab ketdim. Xullas kelom ishni bajardim va все, video yozib yubordik. Endi esa xullas bazaga tezroq yugurib boramiz. To'g'risini aytsam, bilmadim buni ichkarisida nima bor, juda ham qiziqgandim. Mayli, lekin buni ochib ko'rishga bizning haqqimiz yo'q. Agar ochib ko'radigan bo'lsak, Max nima bo'ladi? Menga pulni bermaydi yoki-da umuman boshqa narsa qiladi. Mayli, endi esa tezroq bazaga borishim kerak. Mana meni uyim va mana bu taraf desam mashina, bilmadim nimaga buni aytdim. Mayli, xuddiki bugun jinniga o'xshayman, sababi meni 5 ta uyg'otib olib kelishdi. Hali umuman uyg'otib qo'ymadim, to'g'risini aytsam. Qornimam och tattalab ketdi. Mana buni hozir yeb olishim kerak ozgina. Barakat. Bizga ham bering. O'zi bitta. Mayli. Juda ham yaxshi. Tak Max, nima deysan? Ishga cho'tga yig'ibsanmi? Da cho'tga yig'ildim. Xullas kelam hozir odamlarimni yubordim, o'sha yerga borib garajni o'zi berkitadi. Juda ham yaxshi. Xullas kelam, mana senga puling. $600. Agarda biz bilan bo'lsang, yana ham ko'proq topasan bilasan. Bilaman. Qurollarini nima qilay? Qurollarini o'ziga berib qo'yasan. Xo'p, Klor mana qurollarni ushla. Lekin to'g'risini aytsam, bu orija menga juda ham yoqdi. Bu nima bo'ladi? Amerikadan bizga kompaniyasidan xullas nima bo'ladi? Bu magazindagi emas-da, xullas o'zlari bizga dastak qilib ishlab chiqarib yuborishgan. Xo'sh, shunchalik nima yirik kompaniyamizmi biz? Bilmasmiding? Orqamizda kim turganini bilaman, lekin Gidra da barakat. Lekin Gidrani tilga olgan zahoti qo'rqishni boshlayman. Hammam shunaqa oyog'im tatilib ketadi. Barakat nima deyapman? Mayli. Kostyum nima qilay? Kostyum o'zini turadi. Mayli. Xullas, mana buni yeysammi? Hazillashmasammi? Tishlab qo'ygansan-ku. Hozirgi zamon bir-birini og'zidagi bir-biri yemaydi. Hozirgi zamon. Mayli, men ketdim bunday bo'lsa. Mayli, keyinroq yana vazifa bo'lsa chaqiraman. Mayli. Chaqirsang chaqir, menga farqi yo'q. Xullas, keram men uyimga borib, damni olaman, lekin $600. Уже soat hozir qaraylar. Boya 5 ta ishni boshladim va hozir 8 bo'ldi. 3 soatda $600. Bu juda ham yaxshi. Bir kunda shunaqa davom etganimda, agarda bir kunda tak $1000 topib qo'yishim mumkin, lekin yo'q, $1000 emas, balakat qanaqa $1000? Tak $5000, $6000 topib qo'yishim mumkin. Stop. Eshigim ochiqmi? Tushunmadim. Eshigim axir yo'q bo'lish kerak edi. Stop, bo'yi yo'qkan nima axir? Yo'q, stop, menimcha qulfi buzilgandir buni, yana bilmadim. Mayli, qani, rostdan ham buni qulfi buzilibdi, balakat. Omad mas senga omad. Agarda kimdir kelib pullarimni namasini olib ketadigan bo'lsa, men o'zimni kechira olmasdim. Yaxshi, endi esa tak oppana qilamiz va juda ham yaxshi. Kostyumim juda ham yaxshi turdi va endi esa ichkariga kirib, xullas bu yerga mana bundan hozir yeb o'tiraman ozgina. Telefonimni olib ozgina serial ko'raman. Bilmadim qanaqa serial va bizda почти $1000 pul va mana bular esa $1 bu juda ham mayda pul. Va endi esa mana bu yerda o'tirib, ozgina nima bo'ladi, serial ko'rib o'tiraman. To'g'risini aytsam, mana sendvichga vafshi gap yo'q.